Qali ko'rasan doppo. Bir kun kelib meni o'g'lim dunyodagi eng kuchli insonga aylanadi. Agar sportga va jang san'atiga qiziqsangiz, bu videoni aslo o'tkazib yubormang. Ushbu animening nomini bilmaganlar uchun yana takrorlayman. Animening nomi Jangchi Baki. Va Jangchi Bakini albatta haqiqiy erkaklar ko'rish kerak. Chunki bu animedagi qahramonlar barcha jang san'atiga bog'liq sport turlarini namoyon qilishadi. Xullas, boksdan tortib bodybuildinggacha. Animega hattoki real hayotdagi mashhurlar, jangchilar va hattoki prezidentlar ham qo'shilgan. Masalan, bokschilardan afsonaviy Muhammad Ali 4-faslda, 5-faslda esa temir musht Mike Tyson. Janob Muhammad Ali, intervyuni boshlashga ijozat eting. Siz uchun boks nimani anglatadi? Yaponiyalik jurnalist. Labbay? Sen yaponiyalik Hanma Yujiro degan insonni taniysanmi? Animening bosh qahramoni Hanma Baki yer yuzidagi eng kuchli inson Hanma Yujironing o'g'li hisoblanadi. Baki esini taniganidan beri turli xil jang san'atlari bilan shug'ullanadi va shu bilan birgalikda u dunyodagi eng kuchli sportchilardan tortib eng xavfli jinoyatchilargacha birma-bir jang qilib chiqadi. Uning shuncha harakatlarining sababi shundaki, u otasi Yujiro Hanmadan kuchliroq bo'lishni va uni yengishni istaydi. Yujiro Hanma avval aytganimdek yer yuzidagi eng kuchli inson hisoblanadi. Uning kuch darajasi inson chegarasidan ancha o'tib ketgan bo'lib, unga hattoki dunyodagi eng kuchli davlatlarning harbiy qo'shinlari ham bas kela olmaydi. Anime hozircha 6 ta fasldan iborat bo'lib, 6-faslning 2-bo'limida Yujiro va Bakining hal qiluvchi final jangi bo'lib o'tdi. Jangchi Bakining o'zbek tilidagi to'liq 6 ta fasli 90 tadan oshiq qismi meni profilimdagi Telegramda joylashgan va barcha faslni tomosha qilish narxi esa atigi arzimagan 10 ming so'mni tashkil etadi. Va kamtarlik qilmagan holda ayta olamanki, Jangchi Baki animasini 6 ta fasliga bir o'zim ovoz berib tugatganman. Albatta, ayol qahramonlarni qo'shmagan holda. Otang bilan gaplashayotganda bunaqa hayajonlanma bola. Bo'lmasa oyoqlaring qaltirab ketyapti. Men otam Yujiro Hanmadan kuchliroq bo'lishni istayman. Uning soyasida qolib ketishni aslo istamayman. To'g'ri, dublyaj sifati professional darajada emas, lekin bugungi kungacha kanalimga 10 mingdan oshiq inson animeni tomosha qilishga kirishgan va hozirgacha tomosha qilib kelishmoqda. Dublyaj sifatiga esa hali birorta ham e'tiroz bo'lganicha yo'q. Tez kunlarda Bakini 7-fasli chiqishi kutilmoqda. Treyler tarjimasini bo'lsa profilimga joyladim. Albatta 7-fasl chiqishi bilanoq uni ham o'zbek tiliga o'girib profilimdagi Telegramga joylayman. Agar shunga o'xshash videolarni tez-tez chiqarishimni istasangiz, ushbu videoga like bosib, albatta do'stlaringizga yuborib qo'ying.